Ko'chib borib, qolgan opaga bog'liq. Qaqa boramiz desa, biz nima deydi? Xotin qo'li barsa, xo'p deymiz. Endi siz yoshingizda nima bo'lsa ham bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. Kelishib, baxtli yashasa bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Unaqa. U rosmona hurmatga kiradi. Albatta. Sizdan obunachilar xafa bo'lyapti. Mendan-a? Ha. Endi qolgan viloyatlarga borasiz-ku. 1 minut. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bilimsizlar? Esolli omonlik. Hoji buvam kel. Ketdilar. Armanda. Hoji buvam ko'rdingizmi? Ko'rdim, salomlashdim. Uni Farg'onadan keldi. Ha, ko'rdim. Kamil salomlashdi. Mana dahsaman kelayotgan, shu basdan kelayotgan ekanlar. Assalomu alaykum hoji buva. Keling, xush kelibsiz dedim. Salomlashdik, ikkalamiz gurum qildik. Duo qildingizmi? Ha, duo ham qildim. Ilohim baraka toping, xudoya. Yuzlarga, minglarga kirib yuring Ilohim. Menga shuni yordam beryapsiz deb aytdim yuzlarga. O'shadan keldi, qarang. Ha, qarang-da. So'rashaylik qadrdonlar, hali so'rashganimiz yo'q hoji buvam bilan. Bittasi ertaman keldi, bittasi adibcha. Hoji buva? Nimasiz buva qildingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz tinchmi? Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin endi. Uylanmasdan. Rahmat. O'zlaring tinchmi? Rahmat, yemisiz? Rahmat. Rustamjon tavami? Ha. Assalomu alaykum. Qalblari Allohga oshno. Niyatlari faqat yaxshilik bo'lgan Rustamjon tavining aziz obunachilari, hammalaring sog' salomatmisizlar? Allohim mana bir bizga ham kuch-quvvat bergan ekan. Mana shu obyektga yetib keldik. Xudo xolasa, ozgina bo'lsa ham qo'llarimizni tekkizib qolaylik. Savob umidida deb. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Komitlarga o'qib turibman. Azizlar komitlardan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa, mana bu yerda bo'layotgan ishlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Azizlar, ozgina bo'lsa ham juda yordam berib ketaylik degan umidda. O'zi charchab kelgansizlar. Yo'q, charchatmasam. Hoji buvam aytsam, hoji buvam ham tinmaydi. Siz endi rolda keldingiz. Bugun dam olmasdi. Kechqurun dam oldik. Hozir loyiha bor, bundan keyin nimaroq qilasan, qo'yroq qilasan, bo'ptimi? Yoksa bizni ishimizda ko'rsatkichni qo'yasan bunda. Ozgina. Qadrdonlar, hoji buvam nimani boshlab yuboribdi. Ishga turgan. Qarinlatmasini qilib qatiraydi deb urib ketyapman. Hali yo'roqlarni to'sib, o'sha qilib, xohlasa, ism kim? Farroqbek bilan. Nimani o'g'li Akmal akami sizni mana chaqirgan. Farroqbek degani, bilasan nima degani ota? Haq bilan nohaqlikni ajratuvchi degan holatda shunaqa. Ma'nosi bor ekan. Ma'nosi bor, har bitta nimani ma'nosi. Assalomu alaykum hoji buva. Xudoyo umringiz uzun bo'lsin, vaqtingiz mahkam bo'lsin. Yo'llaringiz boshqa sog' salomat bo'lib, shunchalik menga yordam bergansiz, ming xursandman. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Ular umringiz uzun bo'lsin, bog'ingiz mahkam bo'lsin, oldinga oldirmagin, sog' salomat bo'ling. Yo'llar boshqa o'ylab ko'ring yuring. Amin. Doim mana shular menga yordam bergan qo'llaringiz charchamasin. Allohim sizni o'zi asrasin, tanalasiga asrab bersin. Nevalar boshiga sog' salomat o'ynab kuling. Alloh. Farroqbek sizni iltimosan ana shu o'qitashdagilar bor-ku, albatta o'shalarda mana uni burchagini totib qo'ygan aka. Bunisini ham duo qiling-chi. Hoji buva. Assalomu alaykum. Alaykum assalom hoji buvajon, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Ilohim, umringiz uzun bo'lsin, bog'ingiz mahkam bo'lsin. Ilohim mana shu nevalar boshiga sog' salomat o'ynab kuling. Menga yordam bergan qo'lingiz aslo charchamasin. Ilohim, qancha bo'lsa umrlaringiz yashab. Amin. Salomat, sog'
Rahmat, mana shu uylarimga to'ylar qilay. Ha. Hoji buva sizni, bu hoji buvamni chaqirib bir to'y so'rayman ham, niyatlarim bor. Xudo bir aziz qilgan ekan, hizr nazar solib, Xudo qalbiga nima qilgan ekan, mana shu yerda bo'l dedi. Mana shu ishlarni bo'lib turishga sabab bo'lib turgan Rustamjon bilan bu Sirojiddin ukamizning maktabi ulug' bo'lsin, tanchamiz sog' bo'lsin. Shular orqasidan yugurib kelib, qanot bo'lib biz ham xizmat qilib turibmiz. Duoyingiz ijobat. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Rolga kirishi ketdi hozir. Rahmat hoji buvaga, katta rahmat Rustamjonga ham katta rahmat. Bolalari boshiga sog' salomat yursin, Allohim. Siz nima qiling? Dam oling. Sekin nima qilaveramiz? Men bugun bilasizmi? Yurgan ulug' ishlarga keldim. 18 soat yurib tinmasdan. O'shanaqa bo'ldi. Bugun ham yana 300 kilometr yo'l yurdim. Ertalabdan namozdan keyin Bordingiz? bu Sharsharaga bordik. Sangardakka? Sangardakka bordik. Biz hammamiz to'planganda boramiz ya. Ertaga nimaga ketdik? O'sha xo'ja Ahrormi? Nima? O'shanga o'tdik. Ertaga chiqib olib, keyin opaga va'da bergan edim. Sizni O'zbekistonda eng baland cho'qqisini olib ko'rsataman deb. O'sha yoqqa haydadik tag'in Hazrat Sultonni pastidan borib ko'rdik. Tepasi bulut ekan ko'rmadik-ku, lekin yarim belgacha bo'lsa ham ko'rib tomosha qilib keldik bu ertalabda. Opa ham xursand, biz ham xursand. Xudo xolasa mana Kaprini ham xursand. Hoji buvam deydi, "Xafa, meni olib ketmoqchilar" deb. Ya boramiz yoqqa. Xudo xolasa. Jaborallar kelsa, bir yo'l boramiz, bir kun mana charcha yozib dam olamiz deb niyat qilyapmiz. Qadrdonlar, eng haligi baxtli inson bu yerda Hoji onada qaranglar. Ha, Hoji buva. Mana shu yoshida O'zbekistonning u chekkasidan bu chekkasiga kelib, Sangarda degan joyda mana biz orzu qilyapmiz. Kelganmiz bir 20 kundan beri. Kelib, to'g'ri olib borib, aylantirib kelyapti. Mana bu paytda men Hojining olib keldim. Sangarda pasta qolib ketdi. Mana Bundan ham tepaga chiqdi. Hazrati Sultonga bordik. O'zbekistonda eng baland cho'qqisi hisoblanadi. Mana borib tagida turib ko'rdik. Obunachilarimga ko'rsataman dedim. Imkoniyati bo'lmadi. Nimagaki tepasini bulut o'rab turibdi ekanda. Yarimlariga cho'r ko'rildi. Obunachilar agar Mehr ko'zdagi o'tsanglar ko'rasizlar. ko'rasizlar. O'tsalaring bugun erta qo'yaveramiz o'shalarga. Xudo xolasa. Bilasizmi? Bu sizning proyektingiz biz ham bitta yubileyimizga to'g'ri keldi. Opa ikkalamiz anchadan buyon niyat qilib yurgan edik. To'yimiz bo'lganligini 50 yillik munosabati bilan butun O'zbekiston bo'ylab aylanamiz deb. O'shaning uchun Samarqandda to'xtadik, Qashqadaryoda to'xtadik, mana Surxondaryoda to'xtadik. Aziz birodarlarimiz kutib turishibdi bizni. Xudo xolasa, to bu yoqlari Qoraqalpoqlargacha borib qolgan opaga bog'liq. Qayerga boramiz desa, biz nima deydi? Bu xotin qulubasi xo'p deymiz. Endi siz yoshingizda nima bo'lsa ham bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. Kelishib, baxtli yashasa bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa. U rosmona hurmatga kiradi. Albatta. Sizdan obunachilar xafa bo'lyapti. Mendan-a? Ha. Endi qolgan viloyatlarga borasiz-ku. 1 minutlik bo'lsa ham mana shu videoga tashlab berasiz. Mehr ko'zaga qo'yib yuboramiz. Men o'zim qanaqa qilib efirga qo'yib yuborishni bilmayapman-da. Nimalar juda ham ko'payib ketdi. Sizni misol hozir vodiydan chiqdingiz, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, bu yog'i Qashqadaryoda o'tdingiz. Shu yerdagilar shu bitta qo'linglarni olib berib, ikki hoji bo'ladi, qo'lni olaman deb orzu qilganlarni eshitadi, ko'rishaman deb. Rahmatli Video qilmagan, o'tib ketib qolgan. Endi boshqa viloyatga borganingizda aytasiz endi. Nimani qarshi bo'lib qolmaylik. Hojiboy akamiz nimada Imom Buxoriyda yurdik. Bir obunachingiz, siz obunachingiz bizni tanishib qoldi. Syomka qilib turdik, darrov oldimizdan burilib
ovozlaringni eshitib nima bo'lib qoldim, tanib qoldim deb Rustamjonga, Hatamjonga, Abdurahmonga, Sirojdinga hammalariga salomimni yetkazing. Har kuni ko'rib turibman deb o'sha yerda haqlaringga duo qildi. Bugungi efirga ketadi. Azizlar, bugun Sirojdin agar bo'sh bo'lsa efirga qo'yib yuboradi. Xudo xolasa. Nomi onaning duosi bilan ko'zlari ochilgan shayx degan nima bo'ladi. Bu Imom Buxoriyda Imom Buxoriy to'g'risida ketadi. Gap Imom Buxoriy ko'zlari ko'r bo'lib qoldi-da, u kishida yoshligida nima deydi, ko'ziga shikast yetgan ko'r bo'lib qoladi. Onasini duolari bilan ochiladi. Ibrohim alayhissalom tushlariga kirib onalarini otlari yo'q. Birorta manbalarga ham berilmagan, lekin duolari ijobat bo'lgan ayol bo'lib yuradi. O'shaning uchun hamma onalarimiz ham farzandlarini duo qilish kerak. Albatta onaning duosi ijobat bo'ladi. Sizlar kechqurun kirdingizmi, kunduzmi? Kunduz kuni ko'ryapsiz. Biz kechasi kirdik-da. O'ta kunduzidan ko'ra boshqacha chiroyli bo'lar ekan, Albatta. svetlarga e'tibor berish bilan boshqacha. Hozir ham zaboralashdi ekan. Efir qilib yuribdi hozir. Mashq daqiqalarda. Rosa ko'p odam sig'mayapti, obunachilar tanib qolib, nima qilishyapti. Biz ham ashida aylanib yurdik, juda ko'pchilik tanib, salomlashib, xursand bo'ldik. Biz kechqurunda bordik, svetlar bir bo'lakcha bo'lgan. Chiroyli joy ekan. Endi nimadan keyin Hatamjondan oldinroq qo'yib yuboramiz demsa, keyin professional bloger bilan havaskor blogerga baho berishaveradi odamlar. Xatolarimizni shunda bilib olamiz-da. Ya siznikini chiroyli montaj qilib qo'yamiz, jonli efir qilyapmiz. U jonli qilyaptimi? Nimadan hozir O'rta Osiyo bo'yicha bitta bo'lyapti, endi bitta bo'lgan. Men endi noto'g'rimi, to'g'rimi bilmadim, shu kuni videoyimda gap ketib qoldi. Bir ikkita insonlar negativ yozib qo'yibdi nashinga. Makkadan keyin ikkinchi o'rinda turadigan joy bo'pti deb aytuvdim endi videoda. Endi bilmadim, endi men og'zimdan chiqib ketib qoldi shu gap. Lekin ash fikrimda qolaman hali. Yo'q, chiroyligi bo'yicha u. Muqaddaslik bo'yicha Allohning bayti bo'lganligi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u yerda haram qo'yganligi bo'yicha esa ulug'likka ulug'lik hisoblanadi. Lekin o'sha dinni rivojiga qo'shgan hissalari bo'yicha ulardan kambas bizda Buxoroy shariflar misol uchun. To'rtta sharif shaharlar ichida Buxoroy sharif turadi. Samarqandda mana islom dunyosining markazi deb olindi. Toshkent shahrini ham, Samarqandni ham bu kam degan narsa emas, bu juda ham ulug'. Bu faqat siz emas, sizdan ulug' insonlar ham bunga tan berganligidan aytgan bahoda bu. Islom dunyosining markazi Samarqand deb aytayapti. Buni bilasizmi? O'sha 57 ta islom dunyosi bo'lsa, o'shandagi hamma shayxlar yilga yilda mana shu eng mo'tabar joy mana shu Samarqand deganligi uchun Samarqand islom dunyosining markazi bo'lib qoldi. Hojipocha, asos borda, to'g'rimi? Har bir qadamda azizlar yotibdi o'sha Samarqand. Albatta. Agar bir hafta aylansangiz uspet qila olmas ekanmiz. Kecha o'zingiz ko'rdingiz-ku. Gazetsalar nihoyatda to'lgan. Shuning uchun ham soat 5da observatoriyasini aylanib, polni tomosha qilib, sizni gazetsa topa olmaganingiz, ashi 1 minutlik video bo'lganda. Siz 1 minutlik video qilsangiz tolash bo'lib ketadi. Yo'q, o'zimizda har doim tushaydigan xonadon bor edi-da. O'shaga kirsak, puli ham eshigini tagida ham bir 5-10 odam joy bormi deb so'rab turibdi-da. Telefon qo'ymoqchi. Biz ashidan Abdulpetda bir ismi nima edi? Bir akamiz, uchalamiz Abdulpetda ashi Imom Buxoriy masjidining yonida ekan, degansizda. Hozir ham otamjonga aytib turdim, ashida joy bor nimasi, ham arzon ekan, endi bizga bekor nima qilish bergan obunachilar. Arzon ekan ham. Ana, qadrdonlar. Hozir bo'ladi duo qilinglar, mana shu yoshda mana ish qilishyapti. Qanchaning hisob? Bitta aylantirib ko'rsatib beraylik, keyin ish qilamiz endi. Qadrdonlar.
Men videoni qo'yib kelyapman-da, bu yerdan hozir 4 kilometr, 5 kilometr mana chegara tarafiga qarab yursak, antina yaxshi chiqadi. Shu yerga borib qo'yib kelamiz videoni. Mana nima oqil bo'lib qadrdonlar. Tarafı. Mayada rekasi boshlangan. Marva nima sizga ekan abi? Rekasi boshlangan rekasi. Xudo xolasa rekasi bugun qo'yib yuborilsa tarnovlari bilan. Shifr endi ertalab yopilar ekan. Mabodo hasharchilar bo'lsa, bitta insonlar shu biz mahalladan ko'rib turganlarimiz chiqaverasizlar. Ertaga bir obedgacha 1-2 soat yordaminglar kerak. Chunki mana shifr ko'pchilik bo'lsa, tezda qiynalmasdan yopilib ketadi. Nima qilyapsiz? Olib kelaymi? Opam ham qattiq ishlayapti, qadrdonlar. Bugun Hoji bola kelishiga opam mont qilib beraman. Turxoncha manto deyapti. Ashunga men narsalar qilib kelyapman bo'lmasa. Keyin bugun Hoji bolaga endi o'xshatib bermasangiz bo'lmaydi. Optireya? Aka. Men aşağı chiqib kelaman, qadrdonlar. Chiqqani mayog'ini o'rtalatib qo'ying. Tasbih. Hadi bak. Hali bormi? Ha ekan. Chiqaring, u strapiga qo'ying. Bo'ladi ham. Birinchi rekanichi Abdurahmon qo'yib ko'rsin. Alo. Gapdashing. Abdurahmon qani? Birinchi rekan Abdurahmon qo'ysin, chiroyli qilib hali. Anaqa ham bo'ladi. Siz og'irlik qilasizda. Siz nariyada qo'yib ko'ring tepani. Yo, rekordida. O nariyagini qo'ying bo'lmasa. Ana reka boru reka. U sizni ko'tarmaydi-da, siz uni ustiga chiqib oldi sog'li. Mayet qattiq. Hay, peshingiz bilan tushirsangiz yomon, men qo'rqaman. Tushmaydi. Ya ana ko'tarmaydi deyapman. Rustamjon O'ztebe deb yozing. Do'stim. Qarang, like bosing. Ma birinchi rekan o'zinglar qo'qinglar, ma jigar. Ana bor, orqani qo'yib qo'ying, nariyag'am turibdi, jigar. Sizdan biz rozimiz, zo'rsiz. Ha, bo'pti. Voy, mo'g'ay, qanday olaman endi? Pul qaranglar, qadrdonlar. Qani polvonmi? Asha qo'yib turching. Qadrdonlar, Hoji bolaga opam bir chiroyli qilib ovqat qilib beray. Bo'ldi. Mayli juda qilib kelyapmiz. Ashe, ben hozir o'chak qilib beraman darrov sizga. Qani kelinglar, hammasini ko'taraverib ichkariga. Kelsin menga. O'g'il. Ketdi bolajonlar. Mallatli bolalar ekanda bular. Opam bir haftalar qilyapti. Hayır, ovaldim-da. Ve tanka gelsizlar bormi? Anaqa tamador bargasiga ham anaqa oldim. Ovqat kelma qilaveradi. Tamadorim. Mana qoldi. Hop. Xo'p. Kerakmi? Ha? Kigani? Siz bilan nima aytib
Men o'zi otyapti bildim. Aniq qo'yishim. Hoji bolaga shunaqa qilib. Qozon tovuq, katta, shu katta o'tini yuqori bo'ladi. Qarbiz yaxshilatib olib birin. Nimaga? Tanti çay yoyun beraber. Oy. Ya ben o'zim yine Oh, hormangizlar. İyi, salafam atışıgan qaraydi. İpini çıkarvarsamchi, jigar. Yo'q, men aka voy gapdan. Qaysini jigar ayting. Mana shunaqa, chiqsan odam yo'qsa. Hala o. Yo'q, o'tib ketmasin deyman-da. Hoji buva bitta chanqaqqa. Yo'q, yo'q. Men Hoji buvam mahfant ichadi deb. Yo'q, yo'q. To'xta endi. Ha? Tinchaning sog' bo'lsin. Hoji buva bir marta ketmaydimi? Yo'q, yo'q. Bitta pauza qilamiz endi. Tom yaxshi ketadi. Tomda har bitta odamdan intervyu, bo'ptimi? Endi nima gap? Ya nimalar, o nima deydi? Zo'rmi? Baba, kel. Ha, bo'ldi. Sirojdan aka nima gap? Pauza tutun. Pauza tutun. Kalladi. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tomlar qanday chiqyapti? Sho'milan. Shatini bittasini sindirdimi o'zi? O, qara. Sinsa mayli, tushga ashir bilan tushib ketib qolmasanglar bu. Qadrdonlar xudo xolasa har ishlar ancha yurib ketdi, qaraydi. Bekasi qoqildi degani. Uy bitti degani. Ha? Uy bitti degani. Ha. Shipirab qoqiladi degani. Hoji borasi bir narsalar tushayotgandir a? Shaqam yeri men ishlagan kiyganman. Farzan. Choy yetmadi-yu. Choy kelmadimi? İyi ha? Hoji buva? Hoji buvam nima xafa qilyapsiz? Okalar charchamayapsizlarmi okalar? Ular aka charchash yo'q. Bu nima aka? Tesha yo'qmi sizga? Ha, qoqing oxirigacha qoqib qo'ying. Yo, jigar.
O pastda odamlar bor. Endi ishlasimiz. Tog'a, hozir tog'a. Aqa nima ko'p bo'yin ishda? Yo'q, masjid boshlab oldi, lo surkab qo'yganda, chiqin. Nima bor xolos? Yo'q. Aql dasalar bor tog'a. Nima qilyapti? Qochaymi? Ha, challasida tushmasin. Bag'ringizga bosdingizmi? Ha? Hoji buvani? Ha. Hoji buva, siz yo'lga chiqaman deganingizdan beri Nima qildi? videoda gapiryapti, ko'rgan bo'lsiz. Hech ham nima qildi? Bag'rimga bosaman kesadi. Kecha ko'rdim. Jigarda muhabbatimiz juda unaqangi nima bo'lmadi. Unchalik anaqa qilmadimi? Yo'q, Yaxshimi, jigar? ha, zo'r. Yoshlar ashna qo'latdi hoji buva. Hozir meni ham o'g'illarim telefonda rosa sog'inib ketdik, dada deb rosa yig'lashyapti. Ayas yeta turgandir bir. Ha, ayas aytadi. Borsam to'g'ri qo'limda narsa bo'lsa yugurib kelishadi. Sigara emas naqagan. Ha, mehr muhabbatingiz ko'rsatmaysizmi? Rosa gapiryapti o'zi, hoji buvani quchoqlayman deb. Ustullar qo'yib tashasizlar aka. Ustullar. Mana o bekor olibsiz, undan qo'yilmaydi. Mana noto'g'ri olibdi. Uni chiqarish kerak. Ne ustidan qo'sh. Qo'q Ustidan qo'sh kerak. pataloqni yirtib yurib ketishi mumkin. Tagi taxta qo'yish kerak-da. Kecha tagi taxta qo'yish kerak deyilgan ekan, mana ustullar. Bu to'sin ustida turibdi mana, qadrdonlar. Mo'l aka, maza yaxshimi endi? Zo'r oz aka. Ha? Siz issiqda kayfiyat tushib ketdi shekilli. Hali shunaqa asabi yo'q o'g'lim. Ishi ham o'xsam o'g'illar. Asabi buzilsa shunaqa bo'ladi. Ya ishi ham. Bitta zo'r nimam bor. Usta. Bitta zo'r nimam bor. Ayting shuni. Hozir. Siz Ommaviy zamonaviy narsadan qilib desam ham bo'laverami o'chadi? Bilmayman. Yonib ketmaydimi? Ha? Yonmaydimi? Sinamizda mana shuni. $100. Wow, degan ovqat bo'lyapti. Wow, degan. Bizga qozonga tashlaymiz, ha?
Xeyli narsa aytyapsiz. U siz aytayotgan narsa biz ham qilamiz. U kartoshka bilan go'shtni dimlaymiz. Bunaqa narsalar solib. Siz Bunaqa narsalar solmaysiz-ku, mana bolgarskiy pomidorni. solamiz, dimlamasiga solamiz. U ovqatimizga nomi dimlama deyishingiz kerak edi. Ikki ovqatimiz sizlarga sizlar qovurma deyotgansizlar. U bizda qovurma yo'qda, kartoshka go'sht qovuriladi. Ha, oz bu narsa bizga dimlama deyiladi. Shuncha men oz qovurma degansiz, yo'qda ko'p soldim. Qadrdonlar mana to'rnilari shilibkalar ham qoqilyapti. Undan keyin tarmoq Это тармов, это оператор мол. Jigar. Yo'q dedi. Siz chekada yurmaysiz ekan, xo'janon aytyapti, ma'qul chiqdi. Ayva qilib qo'ying bitta. Ayva havalar, sog'liq amolat havalar aytdi. Chekada yurmasin deyapti. Hali bitta xojona telefon qilib, videoda ashirtirib ko'ra olmay o'tiribman deyapti. Nimaga desam, o Abru Amonjon bilan jigar chekada yuribdi. Qo'rqib ketyapman men deydi. Xojona dedim, u videoda anaqa bo'lgan o'zi. Sog'omon tuga bo'lgan dedim. Jo'ratomay ko'ra oling. Endi 2 soat o'rtaga chiqadi olingandan keyin. Oling kartoshka, oling. Bolgarskilar to'g'mazmi? Moy ichida suv bor ekan. Bunga nimadir qilish kerak, yog' tugamaydi bu. Ha? Hamon gal shevas har xil tushunadi. Endi ana qildik, mana buni fazla ham aslida oling. Срочно. Bundan ham birinchi. Nima bo'lyapti aka? Aka. Normalmi da? Da. Endi charchashsa yo'qmi? Sur. Sizda endi hoji mo'mala so'rayotgan ekan, o'shalar biror nima deb qo'ying. Kim nimasi? Hoji mo'mala. Mustafa akana. Bizning obunachilarimizni hammalarini Alloh bulardan rozi bo'lsin. Degan mehnatlari qilibgan har bir ishlarda Alloh o'zi kuch-quvvat madad aylasin. Kechqurunlari dam olishgan paytida bu qilingan ishlarni ko'rib hammalari nihoyatda ko'ngillari charog'on, dillari yayrab, xursand bo'lib, xuddi o'z uylarida jiyanlarnikini, amma singillarnikini qilishgandagi xursand bo'lgan bu obunachilarimizni martabasini ulug' qilsin, tanjonini sog' qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishib, avvalo bu obunachilarimiz hammalari befarq emaslar. Hammalari mana bu qilingan ishlarda ko'rib turib duo qilishadi. Ha, ba'zi bir kamchiliklarimizni aytishadi va albatta qo'llaridan kelgancha 5 so'mmi, 10 so'mmi, 100 so'mmi, 50 ming so'mmi, 200 ming so'mmi
qancha bo'lishidan qat'iy nazar shu yana kelib turibdiki, mana shu yerda ishlarimiz yurishib turibdi. Albatta yana Xudo xohlasa qarab turmaysizlar. Har bir eyonani o'zingizga nomai amoniligi yozdirib jannatga pashdan qo'yasizlar. Allohim hech bir zarra bir nima bitta cho'pon Xudodan beamr kirmaydi. Shuning uchun sizlar nihoyatda ko'rib bila turib bizlarga katta eyona qilyapsizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bunday qarang, yaxshi. Kam bo'lmang. Charchasda yo'qmi hoji bu? Yo'q. Endi bitta ovqat ham qilamiz, ovqatdan xabar olaylik-a biz. Asbobil bo'ling. Xo'p. Bo'ldi, endi ovqat pishdi. Ovqat keltirib qo'ydim o'zi ham. Bu ovqatni yemabsiz. Boshim shunday. Bu sizga ketyapti. Mana ozgina. Ama mayaqni Mamadagi zo'r so'j bor. Ha? Buni haliga anaqa tasavvur qo'yingda. Agar mana sing tashlaymiz-ku. Siz o'zingiz qilishingizni qilavering. Ha, endi. Xo'p. Tekis bittada ustidan bitta shpaglar fiksiyo. Res. Zo'rmiz. Lak bo'lsin. Lekin boshida nima bo'lsa qo'yib qo'yinglar. Ayna qabla aytmay qo'ysiz. Mezmana ketdi. Laklarni bosinglar derdi. Laklarda bosinglar, aboyni ichida bo'linglar. Allohga shukr qilinglar. Lak bosinglar. Bizdan hozir mohonani qildi. Ha? Ha, qadrdonlar. Biz hoji buvalar chakanap ekan emasda. Bizdan hoji buva bu xonani qildi. Namanganlik hoji buva bu xonani qildi. Endi ertaroq kelgan uchun mog'ishda ham o'zi hasrat tutashadi mana. Pedagogga. Ashna qilib mana shu oy ham boshlandi. Hashar keladiganlar kelaverasizlar. Turk ishlariga. Hoji buva ketdi endi. Ya bulochi oshpasa ham qatmaydi keyin. Ertamangimda endi ishlataverasiz. Ashnaqa kafillik olganmizda. Turkashiga maza qilaverasiz hoji buva. Mana degani. O g'ozi tog'a nima qildi? Urdi. Rahmat ya. Aytmajonmi? Ha. Yuring ham bo'ldi, hammasiga qarab turib shom o'qiymiz. Mama pomogите degan ovqat ko'rganmisizlar qadrdonlar? Mashoqat ular. Balqillayapti. Pishibdi o'zi. Bitta baland qilib ahvolini bratish. Bitta mayda o'tindan sovoring. Manga tushib qolmasin. Yana bitta. Tom endi bugun qolib ketdi qadrdonlar. Ertaga ekan endi. Bir kun javob qo'ysangiz uyat ham bo'lardi. Ular yomon pinchiqlarganda tovush bo'lib ketib yana. Mana. Eng muhimi hoji buvamlar shu edi. Ertaga ham ishlar juda qizg'in bo'ladi. Hoji buvamlar bilan ko'rishaman deganlar kelaverasizlar mana shu yerga.
ishlar portlaydi. Biz endi senga ovqatlar yeb, mana bizga qarab yo'l olamiz kvartiramizga. Shu qo'lgan kartalarimizni befarq bo'lmasdan qo'llab-quvvatlab turinglar. Hojiboning chek gaplari bor ekan. Hojibo bugun gapirmasiz videoga. Ish qilganiga gapirganiga. Nima deylik? Opamiz yurtida turibmiz mana, xudo xolasa. Ajoyib. Surxondaryolik bo'lgan alpomish, ha? Alloh suygan yurt. Alpomish yurtida qadrdonlar alpomish qilyapmiz. Alpomish bo'lmoqchi bo'lganlar mana shu yerga 1 soatga bo'lsa ham hashara kelaverasizlar. Kimki mana shu diliga solsa Alloh rozi bo'lsin, mana shu yerga 5 minutga bo'lsa ham kelib 1 kvadrat joyga bo'lsa ham mehnatingiz bilan shu vaqt bo'lsangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bu kunlar o'tadi yomon. Qayda press qilgan bo'lsa, hozir bu. Mana shu mahallalar "Voy, chiqmagan ekanman" deb kelgan aytishgan. Mana Paxtavodda, Asakada qayerda bo'lsa ham shunaqa bo'ldi. Betam xuddi shunaqa tugaydi, ketamiz. Bundan keyin videolar ko'rib nima bo'ladi. Ana shu videoga qancha ko'p like bossanglar, hasharchi insonlarga yetib boradi. Qadrdonlar, shunaqa qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat. Non olib kelmadingmi? Olib keling.